Ba'zi insonlar bor, o'zi haqida bir yomon gaplar eshitganda ham jim bo'lishadi, sukut saqlashadi. Ba'zi insonlar bor, ko'p narsani ko'rishadi, guvohi bo'lishadi, lekin ko'rmaganlikka olishadi. Shunchaki kulib qo'yishadi. Haq insonlar bor. U insonga nohaqlik qilishganda ham sukut saqlashadi. Nohaq inson bilan talashishni foydasi yo'qligini bilishadi. Bu u insonlarni qo'rqoqligidan yoki ahmoqligidan emas, foydasi yo'qligidan jim bo'lishadi. Shunchaki Allohga havola qilishadi. U insonlarni Alloh yaxshi yo'lga boshlamasa, u insonlar bilan tortishishni, janjallashishni foydasi yo'q.